Assalomu alaykum azizlar, sizlar kanalda ko'rib turganman. Xursandman sizlar bilan ardamidagi men baxtli azizlar. Bilasizlar, o'zi почти 20 kundan beri shu Qarasuvda ishlayapmiz. Podval ishlarini tugatdik. Stenasi ham oz qoldi, bir 3-4 kunlik ish qoldi. Uni tugatgandan keyin keyingi obyektimizga o'tamiz nasib bo'lsa. Shu ish jarayonida bo'lib o'tgan ba'zi bir kamchiliklar hamda ish jarayonlarini sizlarga ko'rsatib boryapman. Buni orqasidan zakazim yanada xudo xolasa ko'payib boryapti. Va shu bilan birgalikda sizlarga foydali ma'lumotlar berib boryapmiz. Hamma tomonlama, hamma foydada. Endi Sarasiyoda, Emsoda, Uzunda, Denovda, Toshkentda ham ishlab kelyapmiz. 3 tonna sement oldik, ana shu podvalga ishlayapmiz. Bir xalta sement yetmadi. Endi uyda egasi sement olib kelyapti, qayerdan olib kelyapti xabarim yo'q. Sement bir xalta yetmadi. Endi ishim chala qolmasin deb bir xalta sement olay deb Emsoga qidirmagan joyim qolmadi, sement yo'q ekan. Sotuvda yo'q, Emsoda sement ham yo'q. Keyin Uzunga bordim. Bizlarga yetkazib kelayotgan sement eng arzon sement ekanda, azizlar. Eng arzon sement ekan. Men qimmatini ham olmadim, arzonni ham olmadim. Sredniy shu xalq olayotgan sementdan oldim. Endi aytmoqchi bo'lganim, Emsoga ham sementni tashkil qilinglar. Mana bu mashinalarda ham 4-pokoleniya gaz remont Sarasiyoda yo'q, azizlar. Ularni ham tashkillashtirish kerak. Chunki ozgina narsasi buzilib qolsa ham uzunga chop boryapmiz. Chunki uzundan boshqa joyda yo'q-da. Avtoelektriklarimiz bor Sarasiyoda, Emsoda ham bor. Faqat shu gazga kelganda uzun yo Denovga borishyapti. Bizlarga yetkazib kelayotgan sement ham arzon azizlar, ham qimmat yo'l kirasi bilan kelyapti. Shu bir xalta yetmagani sabab borib 2 xalta olib keldim mashinamda shu ishni tugatay deb. Ertasi kundan boshlab o'sha sementdan 1 tonna 2 tonna oldim. Yana xudo xolasa yana 1 tonna sement olishim kerak bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim shu Emsoda ham sementni tashkillashtirish kerak, shu savdogarlarga iltimos qilib qolardim. Shu oluvchiga ham yaqinroq masofada. Keyin mana bu benzin shaxobchalariga kelsak, benzin yoki gaz, bunikidan keyin borsak ishlamaydi. O'zi aslida ishlayapti, lekin gaz quyish shaxobchalari yopiq. Bir necha marta shunaqa bo'lganman. Hozir ham endi kunduz kuni bilasizlar ishdamiz. Kechki payt ishdan qaytguncha olamiz deymiz. Ishdan qaytguncha o'sha yoq soat 12 ga yaqin uyga qarab burilib kelyapman. Gazda odam yo'q. Benzinda odam yo'q Sarasiyoda. Vaqt tavakkal haydab keldim. Endi ertaga yetib bora olamanmi yo'qmi uni ham bilmayman. Oxiri qachon zapravka qilganimni ham bilmayman. Shu benzin shaxobchalariga ham endi qaysi birini ekanligini aytsam, yana hozir tosh otishlari mumkin. O'shaning uchun shu gaz zapravkaya shularga ishlayotganlarga alohida e'tibor qilishlarini so'rardim. Shu 24 soat ishlash kerak. 2 smena qilish kerak, 3 smena qilish kerak, shu zapravka 24 soat ishlash kerak. O'zi ko'p emas, bittami ikkita shaxobcha bor. Kelinki olib 3 ta deylik, lekin uchovida ham endi soat 12 dan keyin uchovga borishgan menga nevigitni shu bir tomon keldimi, shu tomonga paputi zapravka qilishim kerak edi. Zapravka ham yo'q. Shunga ham e'tibor qaratishlaringizni xohlardim. Xudoga shukr, men Emsodagi yo'l oynaday shunday chiroyli asfalt qilingan. Asfalt qilinganiga hech qancha bo'lgani yo'q, bilmayman, kolodoslar o'sha cho'kib boshlabdi. Keyin shu cho'kkan joyga ham znakni yonadigandan qo'yish kerak-da. Bir necha marta o'zim guvoh bo'lganman, shu cho'kkan joyga mashinalar chetdan kelgan, misol biz kunduz kuni yuramiz, ko'ramiz uni, chetdan kelgan u narsani kechqurun ko'rmaydi. Bitta Cobalt'ni korobkasi uzilib ketdi, ana shu svetofordan o'tgandan keyin uzun yo'lga. Emsodan o'tib, uzun yo'ldagi kolodosni ustidan o'tgan Cobalt korobkasi uzilib ketdi. Shu narsalarga ham e'tibor berishlarini xohlardim. Hozircha sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarim shular azizlar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, har doimgidek sizlar bilan birga bo'laveringlar. Sog' omon bo'linglar, like bosishni, kommentariy yozishni eslaringizdan chiqarmanglar.